sivilizatsiyalarni, bizni olib borayotgan strukturalarni maqsadi hozir bizlarga yordam berish, tezlik bilan mana shu jarayonlarni olib chiqish bizada. Потому что ba'zi bir programmalar, ba'zi bir karma jarayonlari, DNK bu karma deb aytaylik, ba'zi bir karma jarayonlar yechilinib, tugatilib bo'lingan bo'lishi mumkin, xotira sifatida ham qolingan bo'lishi mumkin. То есть manadaga chiqib, manada orqali yopilinmagan jarayonlar ham bor. Вроде как biz yopganmiz deb o'ylaymiz, но bu уже дальше bo'lishi, bu уже tangani biz ko'rmagan jarayonlar. Hozir bu narsaga ko'p gapirmayman, но bu struktura shunaqa tuzilgan aslida. Bizning ustozlarimizning maqsadi mana shu jarayonni bizani tezroq olib chiqish, nima uchun? Rivojlanish uchun deb aytdik-da. Rivojlanish bu bizani nimamiz? Bu bizani qayerdan keladi rivojlanish? Biz rivojlanishga tayyor bo'lishimiz uchun bizlarga nima kerak bo'ladi? Resurs. Yana nima kerak bo'ladi? Resurs bu nima? Bu energiya. Bu kuch. Bu pul, bu hamma narsa. То есть resurs bu energiya, resurs bu bizani kuchimiz, resurs bu bizani imkoniyatlarimiz. Да? И получается, bizada resursni, bizadagi kuchni yig'ish orqali biz nima qila olamiz o'zimizda? To'plash orqali, olish orqali biz o'zimizda nima qila olamiz? Imkoniyatlarimizni kengaytira olamiz. Mana shu. То есть resurs, kuch, bizani kuchimiz plus energiya plus resurs bu imkoniyatlarimiz deb aytdik-ku. То есть resurs barobar bu bizani imkoniyatlarimiz. Resursga ega bo'lmasak, конечно же, imkoniyatlarni hattoki ko'ra olmaymiz, hattoki kuchimiz ham bo'lmaydi bu imkoniyatlarni ko'rishga. Bu fakt. Поэтому bu narsada demak asosiy maqsadimiz joyni resursga tozalab tashlash, resurs kirg'izish va bu resursdan biza foydalanishimiz uchun imkoniyatlar yaratib berish bo'lib hisoblanadi. Bu imkoniyatlarni biz bu safar sizlar bilan energokartinalar orqali amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Da? То есть oldinlar hech eshitganmidinglar energokartina deb eshitganmidinglar oldinlar? Kimdir eshitganmi? Вообще, это вот энергокартина deb. Слышали? Слышали, да? Beluxadan boshlaganmiz. Beluxadan oldin boshlaganmiz. Да. Beluxadan oldin boshlaganmiz. То есть опять-таки provodnik sifatida mana shu kartinani sizga har bir kraskasini, har bir elementini, tog'ni vibratsiyasini ochish uchun, his qildirtirish uchun sizga provodnik sifatida mana tayyorlashadi har doim. Everest kartinasiga ham tayyorlanib borganman. То есть mana shu kartinani moddiylik sifati, то есть energetik tayyorlanganmi, чтобы sizga materiyada mana shu ko'rinishda hayotingizga kirg'izish uchun. Sizda hozir nima bo'lyapti? Sizni energetik tayyorlashdi. Согласны? Hozir siz mana shu tayyorlaganligingizni nima qilasiz endi? Materiyaga kirg'izasiz, materializatsiya qilasiz, bo'ldi. Bu degani уже nima bo'ladi degani? Aktivizatsiya ketadi degani. Tushunyapsizmi? Tushuna olasizmi? Birinchi xohlab bering, yo'lingiz shunaqa ochilib ketadi. Желание, xohish и yog'iga tap-tap yo'lingiz. Сомнение bo'ladi. No, сомнение bo'lishi ham bu ham qanaqadir darajadagi o'tish yo'li deb aytaylik. Потому что на самом деле kim uchundir сомнение orqali rivojlanadi, kim uchundir hech narsa kerak emas bo'ladi. Но опять-таки bu monadiyskiy yacheykada сомнениялар qaysi reinkarnatsion jarayonlardan kelib chiqqan holatda bo'ladi. То есть nimadir bosib o'tganki, yo'l haligacha bor. Значит, tajriba. Опять-таки bu tajriba bo'lib hisoblanadi. Demak, imkoniyatlar nima o'zi bu imkoniyatlar? Qanaqa imkoniyatlar bor yangi davrda? Nima qilamiz bu imkoniyatlarni biz? Yururmaymizmi? Какие imkoniyatlar? Nima qanaqa imkoniyatlarni bor deb bilasizlar rivojlanish uchun? То есть har bir kartina sizga kuch beradi, resurs beradi imkoniyatlarni ochish uchun. Qanaqa imkoniyatlar? O'sish. Xo'p, o'sish siz uchun nima? Высшее, o'zingizni o'zingiz eshitishingiz siz uchun nima?
Давайте, осознавайте. O'sishni Да. Qanaqa tasavvur qilasiz o'zingizni o'sgan holatingizni, imkoniyatlarga ochilingan holatingizni? o'zimni xohlayman. Nimani xohlaysiz o'zingizdan? O'zim qanaqa bo'lsa shunaqa bo'lishni xohlayman. То есть o'zingizdan истинностьni, естественныйlikni, ochilishni xohlaysiz. To'g'rimi? Shunaqa deb aytsam, то есть siz shablonlardan qutulishni va o'zingizdagi istinni, o'zingizni ochilishingizni xohlaysiz. Shunaqa aytsam to'g'ri bo'ladimi? Sizchi? Siz uchun nima bu imkoniyatlar? Erkinlik deb keldi. Erkinlik, aha, да. Yana nima? Понятно. Yana kengaytiring imkoniyatlaringizni. Imkoniyatlar juda ko'p, rivojli imkoniyatlar. Siz erkinlikka erishganingizda sizga bu yetarli ham bo'lmay qoladi. Da? Поэтому aslida olganda men sizga nima uchun hozir aytayapman? Ongli ravishda yondashishlar uchun, hatto imkoniyatlar juda ko'p. Siz buni hozir o'qiy olmayotganingizni sababi nimada deb o'ylaysiz? To'lada ichingiz. DNK to'la-ku. Tushundinglarmi? Da. Qo'yilgan maqsadlar tez erishilmaydi-yu. Qo'yilgan maqsad tez erishilib, yana keyingi maqsadga chiqish. Это постоянный, doimiy ravishda maqsadlarga erishib borishda получается. Да. Ну qanaqa maqsadlarga erishib borishni siz bilasizmi o'zingizda? Doimo bilmaysiz. Nima uchun bilmaysiz? Потому что biz boya yetganimizdek to'lamiz. То есть biz xudani parashyutga o'xshab o'zimizni hozir nima qilamiz? Chistka qilamiz, maksimalni 100% ni qilmaymiz, sразу aytaman. Bo'lmasa hop etib chiqib ketamiz, chiqib ketadi-chi unda-da. Ishimiz tugaydi, bizda qiladigan ishimiz ko'p. Поэтому и ko'tara olmaymiz ham на самом деле, да, это очень глубоко. Это juda chuqur ko'tara. Bitta agar 10%, 20% ni o'zi bo'lsa, chistkada o'zi ko'rasizlar qanaqa bo'lishini. То есть siz o'zingizni joy bo'shatasiz, sizga resurs постоянный ravishda kirishni boshlaydi hozir. Siz bu resursingizni uyingizga olib kirasiz, siz doimiy ravishda bog'liqlikda bo'lasiz. O'zi hammamiz bog'liqmiz chakra tog'lariga, hammamiz. No protsenti juda ham bir kichkina. No hozir siz o'zingizni bog'liqligingizni yuqorilashtirasiz. Bu bog'liqlik sizda doimiy ravishda bo'ladi. Bu degani nima degani? Siz doimiy ravishda energoobmenda bo'lasiz. Bu tog' bilan degani. Bu sizdagi uzluksiz energoobmen nima qilinishni boshlayapti? Yo'lga qo'yilishni boshlayapti degani. Qayerdan olasiz bunday imkoniyatni? Savol sizga. Понимаете-da? И bu orqali siz resursingizni ko'tarib boraverasiz-ku. Qanchalik resurs ko'paysa, imkoniyatlarning vibratsiyasi balandi, o'qiy olmaymiz. Mana bir xilada o'qiy olmaymiz ba'zi bir imkoniyatlar. Vibratsiyani ko'tarib borganda ko'raman, aha deyman. Mana bunaqa imkoniyat, mana bunaqa. То есть bu imkoniyatga tayyorgarlik ham kerak bo'ladi-da, to'g'rimi? To'g'rimi? Вот resurs yig'ish kerak bo'ladi. То есть bo'shanamiz, resursni yig'ishni boshlayveramiz. Bizani ongimizni, то есть shkala, помните, sizlarga nuqul shkala ko'rsatardim. Yuqori shkaladan o'tamiz, mana shu shkalada keyin ko'ra olamiz интересный momentlarni. Hayotni mana shu bizdagi hozir bog'liqliklar, to'y, hasham, televizor вообще shunaqa shunchalik darajada qiziqarlisiz bo'lib qoladi-da. Qiziqarlisiz deb aytay, to'g'ri aytdim shu so'zni. Неинтересно-da. Qiziq emas bo'lib qoladi. Почему? Потому что bular mamut deydi-da. Siz ham mamut deydingiz. Siz o'sasizda, o'qiy olmaysiz, sizga kelmaydi ham bu narsa. Siz ko'tarilib borasiz, sizga naborot yangi narsalar, telepatiya, teleportatsiya, fikrlarni o'qish, yaratuvchanlikni kuchaytirish, там и так далее, и так далее. Понимаете? Интересно? Интересно. To'ydan ancha qiziqarli. Конечно. Siz vaqti keladi, ruchkani qo'lingizga olasizda, qo'lingizda ikkinchi ruchka yaratasiz. Klonирование. Помните aytganman? Eslaysizlarmi kim aytgan? Anaqada aytganman. Aytganman, siz eshitganmisiz? Klonирование degan. No buning uchun nima kerak? Resurs. Конечно, resurs kerak. Bu bilasizlarmi qanaqa energiya? Bizlarni nima qilishyapti? Tayyorlashyapti. Понимаете? Bu tayyorlashganlardan, yo'llardan, aktiv yo'llardan bittasi bu energoportallar bo'lib hisoblanadi. O'tgan yildan boshlagan edik. Menimcha o'tgan yildan boshlangan edik.
И bu yil biza prям ketma-ketlikda yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul aktivni har oy chiqarishimiz shart. Har oyni o'zini chakra tog'ini hisobga olgan holatda. Yanvar birinchi chakra, fevral ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi qilib. Mana shunaqa ketma-ketlikda chiqarishimiz kerak. Shunaqa chiqaringlar deb aytishdi. Nima uchun? Чтобы odamni целостный holatga keltirish uchun, bir butunligini oshirish uchun. Kimdir oladi, kimdir olmaydi. Опять-таки bu hammasi olmadi, все, san nimadir noto'g'ri niyat. U imkoniyatlarning darajasida. No imkoniyat bo'lsa, aslida olganda hozir olmasanglar ham vaqti kelib olasizlar-da baribir ham bo'yinargan. Da, tepaga yo'l chiqsa tezlashadi. Hatto tepani oxiri yo'q. Unutmang buni. Unutmang. Siz olayotgan потокdan дальше yo'qmi? Уже на количествоdan olib kelasizmi поток? Ну, 11 плотность, да. Ну, 144-siga hali bormagan bo'lsam kerak. Поэтому hali meni qiladigan ishlarim juda ko'p. Вот. Demak, resurs, imkoniyatlar va har birimiz uchun kerakli bo'lgan materiya ham asosi bu resurs. Bu yilda materiya yilida mana shu materiyani aktivlikda faollashish uchun bizda mana shu 7 ta chakrani ketma-ketlikda qilinglar, taqdim qilinglar deb aytishdi menga. O'shaning uchun buni taqdim qilib darsli bo'lishi qilib boramiz. Demak, bizning maqsadimiz, sivilizatsiyalar maqsadi sizdagi mana shu yangi resurs orqali yangi sizni yaratish. Yangi siz bu nima? Bu yangi fikrlashingiz, yangi his-tuyg'ular, yangicha qarash, yangicha his qilish, yangicha fikr yuritish, yangi siz. Da, согласны? Buning uchun опять-таки yangi resurs kerak bo'ladi. Demak, sizni aslida olganda yangicha hayot kechirishga undash, yo'naltirish. То есть научить вас жить по-новому. Понимаете? Chakralli markazlar. Bularsiz bizada hayot yo'q. Chakralli markazlar bizada juda ham bir asosiy, muhim o'ringa ega bo'lib hisoblanadi. Bularsiz biza mavjud emasmiz. Buni ko'p gapirganman, no yana bir bor aytaman. Har bir hayotimizda insonda bizani matrica dasturlarimizning ochilinishi ham bizani chakra markazlari bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. То есть, понимаете, qanchalik darajada? Da, то есть ular zabitay bo'lsa, biz butunlik yo'qolinadi. Bu degani o'xshamaydi degani emas, baribir ham bir butunlik holati bo'lmaydi degani. Aytim bu joyda har bir jarayonda chakralarimizning markazlarimiz juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Xuddi shunaqa chakra tog'lari Gaia'ni programmasini tuzishida o'zini ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Понимаете, да, все взаимосвязано bo'lib hisoblanadi. Вот. И mana shu joyda qanchalik darajada biza har bir chakra tog'i bilan bog'liq bo'lib ulardan energiya olsak, shunchalik darajada bizani imkoniyatlarimiz ham kengayib boraveradi. Imkoniyatlar har xil borish orqali qilishingiz mumkin bo'ladi, tovush orqali qilishingiz mumkin bo'ladi va да, то есть aslida olganingiz mana Everest dedingizmi? Вот просто Everest deb aytsangiz, siz уже на какой-то процент уже ulangan bo'lasiz aslida. Da, to есть o'zingizni vibratsiyangizda ulanasiz, ulanmaysiz emas. No, buni imkoniyatlari juda ham cheksiz. Imkoniyatlar 11-qatlam, 12-qatlam arxitektorlar tizimi bilan orqali juda hamma sivilizatsiyalar mavjud har bir chakra tog'ida. Biz uchun har bir inson uchun mana shu chakra tog'larda bo'lish ham farz, ham farz. Потому что bu hamma bo'ladi. Hamma bo'ladi. Hamma bo'ladi, faqat o'zining vaqtida bo'ladi. Понимаете, да?